Bak shiroq ketma, ovoz uzilib qoldi. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaniki poytaxtda Stokgolmda yashayman. Mana navbat azroq o'zimning shaxsiy ishlari. Uningdagi men havo sharoiti bak sovib ketib chiqolmay qoldim. Havo biza illigan ekan, normal o'zimniki Shvetsiya parlamenti oldidagi yolg'iz kishilik ota-onamni Xitoyni turmushdan ozod qilish maqsad qilingan bu namoyishimni yana boshlab ketdim. Şu qarindoshlar, bizniki hozirgi vatanimizda yurgizilayotgan vaziyat qirg'inchilik, ya'ni Amerikadagi davlat ishlar ministri Pompeo afandim orqali bu nima deb ataldi, irqiy qirg'inchilik deb ataldi, ammo irqiy qirg'inchilik bo'lgan bilan nurg'unlagan qurultayninki va qurultay boshchiligidagi qurultay raislari buni inkor qilib keldi. Ammo shu Londonda ichilgan sotdimi? Londonda ichilgan sotdimi irqiy qirg'inchilik deb hukm chiqqan bilan uningki nurg'un yerlarda indigenous people deb turg'liq. Bizniki hech qanday indigenous people bilan aloqamiz yo'q qarindoshlar. Meniki sizlar bilan eng oldida sizlardan meni umid qilganim, sizlardan tuvallik bilan yoldirib turib so'raydiganim, qarindoshlar, petitionni hargiz bo'sh qo'yatmanglar. Garchi Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa efendim bu bir xatolik degan bilan xatolikni tuzatmoqni faqatlam men xato dedim-ku deyish orqali shekar yaltilgan zambarak o'qini bizningki majlis xalqimizga aytyapti. O'sha orqali imzakni sap qo'yib, mana bu Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi chiqib xatoligini tunidi-ku, bo'ldi-ku degan bilan anda qarindoshlar petitionga ziyonkashlik qilgan qo'ydi. O'rta Osiyodagi Uyg'ur qarindoshlar va vatanninki sirtidagi mujorat qarindoshlar başka hech nima qilmasanglarmi, ism familiyanglar bilan bir email adresinglarni yozib, mana qo'l qo'yversanlar, manadan chiqitayli. Manadan chiqitayli, undan qilmayli. Buningki indigenous bilan bizningki hech qanday aloqamiz yo'q, hech qanday bizning munosabatimiz yo'q qarindoshlar. Buni Dilyar Musabab efendimmi ekranlar to'liq tushundirdi. Men o'ylayman, hamda har qaysi davlatdagi ba'zi bir odamlar menda qarsam, Dunyo Uyg'ur qurultayiga yomon bo'lib qolmay va yoki bo'lmasa mushular chiqib qo'yami, oilamdagilar bir ish bo'lib qolarmi deb nurg'un mushundaq dakka-dukkida tashvishda hatto so'rindan ayrilib qolarmanmi deb Dunyo Uyg'ur qurultayininki tashviqot bo'limidagilar har qaysi davlatlardagi mushu jamoatchilikning orasiga yog'an fitnalarni, yog'an narsalarni silib bizni Xitoyning odami deb ashta qildi. Biz ben Dunyo Uyg'ur qurultayiga deydiganim, men Dunyo Uyg'ur qurultayining ichidagi jasusni sana chiqarib bera olmayman. Sen bizniki Xitoyning odami ekanligimizni sen chiqarib bera olmaysan. Chunki Shvetsiya bexatarlik idorasi bizni obdan biladi. Bo'pmi, meni bak biladi ular. Shuningga sen haqniki variantdan qilishniki hech qanday hojat yo'q. Dilyar Musaboynimi Avstraliyaniki federal hukumatdan tortib, meningcha shu biladigan hukumatgacha obdan biladi. Qolgan Solih Xudoyardimi Amerikaninki hükümeti obdan biladi. Zimrat Tursun adimiznimi Norvegiyaninki hükümeti obdan biladi deb o'ylayman. Shuningga bizniki hech qanday qo'rqinchligimiz yo'q. Bizniki galdan yoki puldan yoki ishdan eg'ida ilinib qolgan narsalarimiz bo'lmaganidan keyin biz oldiga chiqib so'zlay olamiz. Shuningga qarindoshlar, mana indigenous masalasi bak eg'ir masala qarindoshlar. Ertaga Xitoy o'rilib ketib qolsa, mushu narsada turaversa, mana London sotinikidek bu narsada turaversa, hech qachon inkor qilinmagan holatda mushundaq bizningki Xitoy qassobning rolini olgan, biz qo'yning rolini olgan bo'lib, so'yilgan, yeyilib ketgan bo'ldi qarindoshlar. Boshqa hech qanday ish yo'q. Shuningga mana narsalarga paqirtib turay. Mana narsalarga biz cho'qim zil qarashimiz kerak. Bu narsalar hargizmi biz o'ylagandagidek kichik masala emas. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultayi va boshqalar mushularga nima qilish uchun, mushularga Xitoy hukumatiga yo'l ichib berish uchun indigenous qilyapti. Endi Xitoy bizni qirib etish uchunga vaqtni tutib beryapti. Biz ertaga yo'qitimiz deydi. Yo'qitimiz degan gapni qilmadi. Ertaga 2-3 yildan keyin Xitoy Dabazanning oldida usul o'ynaydigan 4 tal Uyg'urni qo'yib qo'ydi. HKning oldida samoq ichadigan 4 Uyg'urni qo'yib qo'ydi.
Gulchiningki tashlab ketdi milliy rayonlar boya yaqingan Samsiyaqinga Uyg'urdan to'rtni qo'yib qo'ydi. Shuning bilan mana bular endi jeniz biz tarbiyaladik, malani usul chiqildik, alan navoy qildik, kasbiga tiqtab, iliqi bizningki ziyolilarimiz, bizningki professorlarimiz, bizning arxeologlarimiz hammasi Xitoyningki turmusida dafsanda ichilish holatida o'ldirib etildi. Shuningga qarindoshlar, bu lozunkalar ko'tarib chiqib, Xitoyningki nimasini qilayli. Biz endi Xitoyga bak cho'ng nima qilmasakmi, maydonimizni aniq qilib, munofiqlardan yiroq turib, nihoyatki o'zimizningki Xitoyga bo'lgan o'chmanligimizni aniq ifodalashimiz kerak. Agar unda bo'lmaydi ekan, biz tugab ketgan. Mushu eng oxirgi fursat qarindoshlar. Mushuningdan ketib qolsaqlar, ketib qolamiz. Ham qurultayliklarning o'zlarining va'da berib chiqqan nimalari bormi? Mango birsiniki qancha daraja tutilib qolganini bilaman. Dadasininki tegidagi dabazarning tegidagi do'konlardan tortib 4 may punktigacha o'zining og'zidan chiqdi. O'zining og'zidan chiqqan gap shu ovoz hisob. Mushunda bor. Bularga mushunda imtiyozlar berib, yedirib, bularni chatalda. Bular Uyg'urning o'lishi bilan, qirilishi bilan chatog'i yo'q. Bular Uyg'ur emas. Ya dadasi Xitoy, ya opsi narsa, ya bo'lmasa boshqa davlatlarda olib kerilgan boshqa millatlar. Sidiqachi parat yo'rinqashni balashxondan kelgan o'zbek deganga o'xshash. Majinda gap qarindoshlar. Shuningga bularningki bizningki o'lib tirilishimiz bilan hech qanday munosabat yo'q. Bular degan Xitoyningki chatalda ish bajargan Xinjiang balanschosi. Ben bu gapni yozdan tashlab Dunyo Uyg'ur qurultiyiga kirib xizmat qildik. Jungo Kommunistik partiyasiga kirganlik deb. Meningda undaq bir narsalar bo'lmasa kuchlik. Men bu chiqib oldiga dalanmayman. Bularmi shundaq bir narsa bo'lmaydiganini bilib qoladigan bo'lsa, meni yo'pirilib kelib yavitdi. Ammo men o'zimdan da yedirib qo'yganlarni emas. Bular chotni xato so'qibdi. Bularga ish yo'q. Shuningga qarindoshlar, maydonimizni aniq qilib, o'sha petitionning ishida, o'sha indigenistdan xalq birlashib chiqayli. Voy 100 ming kishilik imzoni to'plagan to'q, vatan ozod bo'lmadi, mustaqil bo'lmadi, u deb aldirmay bo'ladi qarindoshlar. Bizda hamda mang'ini teqi bir 3-4 yil bo'ldi bu yo'lga. Menga hamda qallamni uyg'onib qilgani 5 oy 6 oy bo'ldi. Shunday gap. Mening ota-onammi 2017 yili 1-oyning 27 kuni Ilo oblastlik bexatarlik tarmoqlar tarafidan tutib ketilib, Bo'zlik turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalash to'g'an. Undan keyin nimaga turmalarga solinib o'tdi, dadam Kunaslik turmada, opam Bayandaylik turmada hozirgacha jazo muddati o'tyapti. Men Xitoy hukumatiga shuni deymanki, Xitoy hukumatidan shuni talab qilmanki, mening ota-onamniki hech qanday gunohi yo'q. Mening ota-onamni shartsiz qo'yib berishing kerak. Agar sen bunday qilmaydi ekansan, men senga bo'lgan qarshiligimni, maydonimni hargiz o'zgartmayman. Shuningga ularningki yeshi bir yak berib qoldi, salomatlik masalasi og'ir, ammo Xitoy hukumatiga Xi Jinpingga, Jongnan Xaydikilarga ochiq gapim, agar opam dadam turmaning birining bo'lgansa, sen haqningki Shvetsiyaga diplomatlaringni qanday qilganimni shu chaqda ko'rsa. Qilolmaydi deb qilib baqsan, men sen ko'z tutib qo'yman. Dunyoviy bir ish bo'ladi o chaqda. Va gapni men chaqchaq demadim yoki qo'qoqsib qilmadim. Chunki Shvetsiyada har qanday odamning ism familiyasini bossa, shaxsiy adresi turish o'rni chiqadi. Va boshqa narsalarni qilgani bo'ladi. Shuningga men Xitoy hukumatiga deydiganim, mening ota-onam gunohsiz, mening ota-onam qasd kuchirgan, tezdan qo'yib o'tishing shart. Mana yoki Stand up Sweden! Stand up Sweden! Fascist China! Terrorist China!
Fascist China. Terrorist China. Xi Jinping terrorist. Chen Shanko terrorist. China stops genocide. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. China stops genocide. Chen Shanko terrorist. Chen Shanko terrorist. Fascist Xi Jinping terrorist. Xi Jinping fascist China. Terrorist China. Fascist China. Terrorist China. Stand up against China genocide. 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 Stand up against Uyghur genocide. Chen Shanko terrorist. Xi Jinping terrorist. Fascist China. Terrorist China. China release my parents. China release my parents. China release my parents. Stand up Sweden. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Stand up against Uyghur genocide. Fascist China. Terrorist China. Chen Shanko terrorist. Xi Jinping terrorist. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Fascist China. Boycott China. Fascist China. Sverige agerar på Uigurer. Sverige agerar på Uigurer. Xi Jinping mördare. Xi Jinping mördare. Kina stop fuck mördare. Kina stop fuck mördare. Kina stop fuck mördare. Pekarte padaş. Kina stop fuck mördare. Kina stop fuck mördare. Fascist China. Terrorist China. Chen Shanko terrorist. Fascist China. Terrorist China. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. Chen Shanko terrorist. Xi Jinping terrorist. Fascist China. Terrorist China. Zhu Hailun terrorist. Chen Shanko terrorist. Xi Jinping terrorist. China release my parents. Fascist Xi Jinping terrorist. Xi Jinping. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. Nazi China. Fascist China. Terrorist China. Terrorist Xi Jinping. Stand up Sweden. China release my parents. China stop fuck murdery. China stop fuck murdery. China get out of East Turkestan. China get out of East Turkestan. We will have independence. We will have independence. We will have independence. Sverige agerar på Uiguren. Sverige agerar på Uiguren. Xi Jinping terrorist. China stop fuck murdery. China stop fuck murdery. Boycott China. Xi Jinping terrorist. Chen Shanko terrorist. Xi Jinping terrorist. Chen Shanko terrorist. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. Chen Shanko terrorist. Xi Jinping terrorist. China stops Uyghur genocide. China stops genocide. China stops genocide. Xi Jinping terrorist. Nazi China. Fascist China. Terrorist China. Diktator China. CCP terrorist. Fascist CCP. Murdari CCP. Fascist CCP. Nazi China. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Stand up against China genocide. Stand up against Uyghur genocide. Ya, assalomu alaykum qarindoshlar. Vaqt o'tib ketib bordi. Mayli Xitoy hukumatı atanimizni qo'yib bersin, qarindoshlarimizni qo'yib bersin. Harakat qilaylik. Atanimizga ilgi chiqaylik. Biz shu yoshlarimiz qilayotgan irqiy qirg'inchilik davosiga yanma-yan parallel menish uchun Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Xitoy urug' tuqqanlarimni qo'yib deb chiqib, shundaq namoyishlarni qilib Xitoy hukumatiga qarshi
nimalarni so'zlab, shuarlarni so'zlab, parlamentdagilar anglitishni to'xtatib qolmaylik, qarindoshlar. Bu jimmi turib olsak, bu qanday mang'udu bizning da'vo. Ya qarindoshlar, o jim turib olsanglarmi, pekirtib adash. Qarindoshlar, o jim turib olsanglarmi, qo'yib bermaydi baribir. Eng bo'lmadi degan chaqda ama qishqo'ra kelib qoldi. Atam issiqroq yatay desangiz, atanam bir vaqt azroq tamoqchiyatni usimi sharoit biza yaxshilansin desangiz, ama parlamentning oldilariga chiqib, g'arb davlatlari gizitxonlar bilan gaplashib, matbuotlar bilan gaplashib, shu davlatinglarniki Pekindagi, Beyjingdagi ambasadorlar bilan gaplashib, xat yozib, o'zinglar turib jinoiy ishlar sudida tava ishkanligini gaplashib, andan keyin shu Solih Xudoyorlar chiqargan shu xalqaro jinoiy ishlar sudidagi shu emailga xat yozib, o'zinglarniki dadinglarni aytinglar qarindoshlar. Başka ilaç yok. Özümüz kutmazmısa adaletni siz başkalardan kütmeysiz, adaletni özünüz güçlük bulup yenip adaletni talep kılısınız. Ben mi 5 ayının aldıda kandak aşı bir insanları yalvarıp, yığlap, ama şimdi kıgandım. Kulağımda şunçilik delil ispatlarım turup, aşı uykumla aşmay, şu kayında jürüp demekken ben. Keyin yaxshi niyatli do'stlar bilan uchrashdik, bu ishlarniki tigi-taktirini bildik. Bana uyg'ondik, qilyapmiz. Hech nima bo'lmaydi, qarindoshlar, bizning kasi vaqt ketadi. Bizni ata-ona balani davolatish uchun qanchalik badallarni to'lasa, ata-ona bola uchun qanchalik badallarni to'laydiki, ben bunda qarab muajiratga ba'zi bir vafosiz farzandlarga qarab la'nat o'qiyotdim ishimda. Vicdansız guylar deb qoldim baqo. Men o'zimmi ashta vicdansizdim. Men bu ashunda guvohlikni men burun bermagan emas. Meni to'xtatib qo'ygan, men shu vijdonsizlik qilib yuribman ekanman po'qiyap. Ama uyg'ondim qarindoshlar. Unda qilmayli. Ata-onangni ketib qolsa, yig'lab qolasizlar, boshqa ish yo'q. Voy anam, voy dadam deb. Shuningga ata-onanglarga egi chiqib, bu ishlarni hal qilishga tirishinglar. Birlikda xat yozib, birlikda namoyish qilib, birlikda guruh tashkillab, dunyoning har qaysi yerlarda parlamentlarning oldida noroziligimizni bildirsak, cho'qim gapimizni anglaydi qarindoshlar. Bu bir oyda bir yilda 2 qitim g'ulji qirg'inchilik, o'lim qirg'inchilik, lagerni, uni buni xatirlab qo'ygan u yetarlik emas. Biz bunday yetib olsak, bu g'arbningmi umidsizlindi. Biz bunday qo'rqinchlik qilsak, vaqtdan so'ng kelgan chog'da g'arbningmi bizni qurollantirishdanmi umidsizlindi. Shunday gap qarindoshlar. Shunaqa vaqtida otanimizga egi chiqib, shu ishlarni hal qilishga tirishaylik. Shunday gap qarindoshlar. Bu yolg'iz meningki yoki boshqalarningki yoki bir necha odamningki da'vosi emas, bu umumiy xalqning da'vosi. Agar ertaga vatan mustaqil bo'lib qolsa, yüzünüzde attıqalıqni çamidak, yağmısı encam polosta qilib, vatanga yuguraydiganlar birinchi bizdan bakara yuguraysizlar. Shunday ku? Shunday bo'ladi shu. Shuningga men nima qildim deyishni bilishingiz kerak. Men boshqa namoyishga chiqmagan qarindoshlar, men imzoga akt qo'shaylik. Bo'lmasa, bunda qo'limizda bir petition bo'lmasa, Dünya Uyghur Qurultayı aldığımızda texi bizningki vaziyatdan ne foydalangan vaqtlarimiz keldi. Petiq deydi qarindoshlar davarimizni. Petiq deydi, chashqan petiq deganday petiq deyapti, indigenous qilyapti. Aynoqdan iniq avtonom tilidi, Uyg'ur qonunlarini bostirib oldi. Nima qilasizlarmi shunday qilib? Anki bir necha ziyolilar ismini atab turib day, bir necha emas, bir atalmi shu. Mavla Yasin efendim, siz ekranlarga chiqib beshida shunday yaxshi, mushta 36 tadbirlarni, uni buni tushuntirib yaxshi bir ishlarni qilyaptingiz. Oxir kelgan chog'da sizning qilayotgan bu ishingiz o'lgan beliqni tirildirma degandek bir ish. Bir aviaqalarni asliga akab bo'lolmaysiz. Bu xoinlik qilgani, bu munofiqlik aniq tutsa, sizning mana shu ayol bilan bir ilinib qolgan yeringiz bormi yo? Ilinib qolgan yeringiz bo'lsa, chiqib oldingiz maydoningizni aniq qiling. Bu aniqdan aniq olimjon bolam kesilib ketdi, anda bo'ldi deganlarni do'yindi ko'zitib qo'ydik. Bütün narsani chiqarib. Voy, men avtonom talab qilmadim degandiya. Zumrat adamiz tarjima qilib do'stlar bilan 60-moddadagimi qayerdagi batdiki shuni ko'rsatib qo'ydi. Indigenous people'nikini voy men bilmayman, shunday bo'lish kerak deb oldin chiqib ketdingiz. Rabiyana siz chiqib ketavering bo'ldi, men bor yerda deb. Adiliyar chiqib so'zlagandan keyin og'zingizga tegmay cho'qirishib so'zildinglar.
va hamda o'g'an chaqda bu ayolni undaq qilsanglar bo'lmaydi. Bu javob berish kerak oldiga chiqib. Bu javob bermasa buning oilasiga buningga haqorat tugamaydi. Tilab bitirib o'tamiz. Alam bilan ochiq shut bo'lib ketadi. Çatığımız yo'q uning bilan bizni o sotib beramdi. Bizning ustimizda arz qilamdi. Bizning karimiz yo'q uning bilan. Biz xoinlarni bir taraf qilyapmiz hozir. Siz unda qilsangiz bo'lmaydi Mavlayasin afandim. Siz bunda bir yumshoq detal injener bo'lgandan keyin ikki mo'ringizning tepsidagi bir minga bo'lgandan keyin ishlayotgan. Ishirtib qiling hozir tarixninki zil boshqa suri turyapmiz. Agar haq ustida tura olmasangmi, chavoq chama degan gap bor. Shuningga undaqlarga gapayib chiqmang. Atugin mush ishlarni bo'layotgan har bir ishlarni xotirlab menayotgan tarixchilar bor. Ne pakiz bolalar bor, ne o'qigan bolalar bor. Birlab xotirlab menayotdi. Siz bunda qilsangiz yaxshi bo'lmaydi. Siz bunda qilsangiz to'g'ri bo'lmaydi. Aniqdan aniq shu vaqtlarda shu Rabi'a Qodir shu ishlagan vaqtlar tutsa, davog'andan keyin bu narsadan unda ayliqindak yolg'onchilik talab qilmaydi. Bizning da'vo samimiylik, chinlik, rostlik, pokizlik, undan keyin bo'pmi mal dunyoga bo'lgan ko'z to'qlikni talab qildi. Shu narsalar bo'lgan chog'da bu da'vo oldiga qarab mangdi. To'rtta anangni Xitoy chiqarib qo'ygan pachna yapchon qo'ygan divan shovchining bolalari birisining tayini yo'q. Shu chataldagi da'vo qilayotganlarningki birisining ota-onasining tayini yo'q. İşlemaydi. Birisining ota-onasining tayini yo'q. Bilar var, hammasi shu. Qandaligini endi men demasam, o'zinglar ko'ryapsizlar. Tap hammasi divani shovchilar, pachna yapchon qo'yganlar. Mana erkin sidiqlarga gap ketmaydi. Ularmi shu Xitoy hukumat tarbiyalab chiqargan oldi bilan Yaponiyani aningdiki Amerikani qarab turib erkin sidiqmi Amerikaning nenini yap turib Amerika birinchi bayqutlik qilsa qo'ng'i yetishib o'tiranmay Xitoyni Xitoy Amerikani chaqirmagan tutsa deydi. Mana manda qerindash manda nomli sizlar bor bu. Erkin sidiqninki mushuk Şinjangda shu berib so'zlagan chog'da qanchilgan ziyoli bolalar, qanchilgan yaxshi niyatli kishilar tutilib ketdi. Mushu yaxshi bo'lsa Urumchiga qizini to'y qilgani qiziga atab qilib olgan biror ziyoli yoki biror tegi pokiz Urumchilar bermidi-ku. Buni hammasi biladi, buni munofiqlikni qiz o'g'il veramdoq deydi, qanni bulg'ab. Manda munofiq bu. Vatan degan ne buzib ketganlarni aytadi. Hatta aydislar bilan aydislar to'y qilganlar mushu Maynatning qizini ommada yashadi. İzdab bağır qizig'a bu. Bütün Urumchilarning og'zida bor gap bu. Mushunda maynatlar bermaydi. Shuningga qarindoshlar, hoş geldiniz, chiqib o'tayli. Manda sop yanlarning kayinda manglayli. Chiqib birdam, erkin sidiq degan go'mpay, paxshak bizni Xitoy tarbiyalagan indigenesnikini Xitoy ta'minlagan debsa. Appangni endi Xitoy ta'minlangda, jalobning kuchki. O'zingninki Dunyo Uyg'ur qurultiyining yozgan to'rbeti tumamdi. Gel lopaynakçı. Bana kirib xotiningga yordamlash, derizlarni aytay bana. Uyangninki. Mavzuning ideyasini o'zingga mujassamlagan ko'tsan. Bo'pti, qarindoshlar, mening vaqtim to'shib qoldi. Men so'qoqda bek turib ketdim. Bo'ldi, unda bo'lsa men mana nimalarni qilib, men do'stim bilan birdan turay. Men telefonlarni yig'ishtirib, so'g'dimi telefonning batareyasi tez o'tirib qoldi. Allohga omonat qarindoshlar, biza og'zim satqib qo'yamsam qapamaysizlar endi. Shu endi. Bizib qo'ydi ekanman. Qanaqa qilamiz? İstem.